Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun Alfa Agro jamoasi Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida bo'lib turibdi. Bu yerga kelishimizni boisi Zuhriddin akam Mirshyor dehqon juda ham yaxshi natijalarga erishganlar. Ko'rib turganingiz Borza gibridi. Ahamiyat beringlar, mana pastidan hosillar terilgan. 3 bu 4-chi, 4, 5, 6, 7, 8-chi shonalari va albatta yana bir ahamiyatli tarafi ikkita shox qilib chiqarilgan. Ikkala shoxini ham mana bemalol ta'minlab, bemalol boqib katta qila olyapti. Endi qisqacha mana hozir dehqonimizni o'zlari ham ish ustida ekanlar. Ozgina maslahatlarini olamiz. Assalomu alaykum Zuhriddin aka. Assalom. Hormang aka, charchamayapsizmi? Aka, bu natijani ko'rib hozir biza eshitib dovon oshib keldik, havas qilib. Haqiqatda maqtansa arziydigan natija bo'pti aka. Rahmat. Endi qisqacha mana shu natijaga erishganingizda qanaqa mehnatlar qilgansiz dehqonlarimizga, kuzatuvchilarimizga juda qiziq. Qisqachagina mana shu gibrid haqida, qachon ekilgan, yerga birinchi hosil qachon terildi, qancha terildi, shu vaqtgacha mana necha marta terdingiz? Bu gibridimiz Borza bir nomini issiqxonaga 16-mart kuni hujjat ekilgan. Issiqxonaga. 16-mart kuni ekilib, rosa 66 kunda birinchi terimda qildik. Rosa 66 kunda birinchi terimda qildik. Mana shu vaqtgacha mana hozir qarib 4 ta 3 ta kisda tugatdik. 4 ta 3 ta kislarda tugatdik. Tugatdingiz? Ha, 4 ta 3 ta kislar tugadi. Mana hosillari hozirgacha terim avjida, mana ko'rib turibsiz hosillarni. Agrotexnikasiga kelsak, ortiqcha bir katta o'g'itlar ham berganimiz yo'q. Minerallar, endi kalsiy, kaliy, magniy o'ziga kerakli ozuqalarni berib turibmiz. Endi hozir men ahamiyat berdim. Qarang, bu 8-shonalar ham turibdi-da. Ham ikkita shox qilib chiqarsiz. Har bitta shoxida 7 ta 8 tadan shona bor. Har bitta shonasidan yana bir 7 ta 8 tadan hosil bor. Shunaqa juda serhosil ham men ikki shox qilib tavakkal qildik, to'g'risi, endi sinab ko'rmagandik. Aldis sistemasi o'ta baquvvat sort ekan bu Borza F1. Men shuni tomoni yoqdi ham. Mana ikki shox holatida ham tanalarini mana bemalol bunisini ham bunisini ko'rishingiz mumkin. Baquvvat. Mevalari ham mayda mas'ul. Rosa bozor bor. Ta'mi ham har tomonlama har qanday maqtovga arziydi. Yaxshi sort ekan, baraka topdi ekin. Zuhriddin aka, mana shu mana ikkita shox qilib chiqardim deyapsiz. Ildiz sistemasida qanaqa ishlovlar beriz yoki o'zini ildiz sistemasi haqida fikringiz qanaqa buni gibridda? Ildiz sistemasiga endi to'g'ri kasalliklarga boshqaga har xil organik F qo'lladik endi. Trichoderma kasallik, nematoda bor edi, esdan chiqibdi. Biz yerimizda nematoda bodring ekib hosil ola olmasdik, to'g'risi. Nematodaga shu organik F bilan biosirif degan dorini maslahat qilish shu. Zarar kunanda kasallikka qarshi tomirda shuni ishladik, lekin ortiqcha ildizga ishlov qilganmiz, o'zini ildizi. Payvanddan emas, bu taqin kimdir ko'rib payvand deb o'ylashi ham mumkin. Ildizi boshqa deb. Bu o'zini ildizi. O'zini ildizi. Bu o'zini ildizi. Hech qanaqa faqat o'suv nuqtasini inabak deymiz. Inabakdan keyin o'suv nuqtasini kesib tashlab ikki shox qilganmiz. Ko'chatligida yo'q. Bu haligi ba'zilar ekadida yon shoxidan chiqarib ketadi va keyin bu ko'chatligida ikki shox qilingan bu ko'chatlar. Shu holatda endi ko'rganingizda endi parvarishlab turibmiz hozirgacha ham. Xo'p, endi Zuhriddin aka birinchi hosilni qachon terganman dedingiz? Necha kunda taxminan? 66 kunda birinchi terim qilingan. Endi ko'p mas'ul. Bir korobka, banan korobkada terdik pochini ochishga. Ekilgandan keyin, ko'chat ekilgan sanadan keyin 66 kunda to'liq birinchi terim qilindi endi. Endi dehqonlarimiz hammasi baribir daromad olish uchun qiladi. Daromadligi qanaqa bo'ldi? Narx-navo qanaqa bo'ldi? Shu to'g'risida ham ozgina tovarli xususiyatda bozorda sotishga qiynalmadingizmi? Buni belgilari misol uchun qanaqa bo'ldi? Tovarligiga gap bo'lishi mumkin emas, chunki rangi, qattiqliklari mana shu kunlarda hozir narxcha arzon bo'lgani uchun ko'rib turibsiz, termay turibmiz. Даже bir haftadan beri terganim yo'q. Sal bozorlarimiz qimirlasa sotamiz, shu kunlarda sal o'zgarish bor ekan narx-navoda ham. Mana shu paytgacha yumshab ketgan yo'q hosillar. Qattiq holatda turibdi. Mana bir hafta ham yumsha pomidorlar yumshab ezilib ketadi. Kipriklari, ta'mi, rangi, keyin nima deydi? Kalibri, katta kichikligi ham juda bozor bop ekan. Klientlar uydan olib ketyapti, hech qanaqa bez
Atkas uydan o'zlari kelib olib ketishyapti. Biz bozorga olib chiqqanimiz yo'q hozircha. Tavallud xususiyati ham juda ham yuqori. Ana qattiqligi eng birinchi o'rinda hozir. Chunki pomidorda har qanday pomidor qattiqligi muhimroq. Tavalligi. Ser hosilligi ham juda ham yuqori ekan. Men qoldim. 8-hissgacha 8-sini katta qilyapti, ikkita qo'l yana. ikkita qo'l, ha. Endi ba'zilarida inchkanka qilmaganmiz, mana haligacha ham yo'q yotibdi mana. Barakasini bersin. Endi Zuhriddin aka mana shu Borza gibridini ekmoqchi bo'lib yurgani yoki bo'lmasa nima gibrid eksam ekan deb o'ylanib yurgan dehqonlarimizga tavsiyalaringiz qanaqa? Qo'rqmay ekishaversin. Chunki biz birinchi marta ekishimiz, boshqa gibridlardan ekib ko'rganmiz, endi nomini aytish shart emas, lekin ancha afzalliklari bor har tomonlama. Borza gibridini. Borza gibridini. Chunki mana sinovda mayda bo'lib qoladi deb bir eshitgandik. Yo'q, bu ba'zilari masalan biz oldi terimda tortib ham ko'rdik, 450 grammgacha chiqdi hosillar. Bir donasi. Bir dona hosil. Hozir ham bor shunaqa. Tepalarida ham bor. U nimani ko'rsangiz, kavattalari hozirgacha bor. Demoqchimanki, har tomonlama tavsiya qilaveraman. Rahmat, dehqonchiligiga barakasini bersin. Zuhriddin aka, sizdagi dehqonlarimiz ko'paysin. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.